Zelenskiy Rossiyaga yangi zarbalar rejasini oshkor qildi. AQSh va Fransiya Ukrainaga Rossiya havo mudofaasini chetlab o'tishga yordam bergan. Rossiyalik yosh aktyor Putinga "Siz mening prezidentim bo'lishingizni istamayman" deya murojaat qildi. Zelenskiy Rossiyaga yangi zarbalar rejasini oshkor qildi. Rossiyaga qarshi yangi zarbalar tayyorlanmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy harbiy rahbariyat bilan o'tkazilgan yig'ilishda Rossiyaning ballistik raketa hujumlariga qarshi choralar, frontdagi vaziyat va uzoq masofali operatsiyalarni muhokama qildi. Zelenskiyning aytishicha, yig'ilish davomida Rossiyaning so'nggi havo hujumlari tahlil qilinib, ularga harbiy va diplomatik darajada qanday javob berish masalasi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, Ukraina mudofaasini kuchaytirishga qaratilgan texnik yechimlar va asimetrik usullar yuzasidan ham kelishuvlarga erishilgan. Davlat rahbari frontning eng faol yo'nalishlari, jumladan Slavyansk va Konstantinovka atrofidagi vaziyat bo'yicha hisobotlarni tinglagan. Bundan tashqari, Qrim hamda Rossiya nazoratidagi boshqa hududlardagi harbiy obyektlarga qarshi o'rta masofali zarbalar davom etayotganligini bildirib, eng ustuvor harbiy nishonlar ro'yxati yangilanganini ma'lum qildi. Yig'ilishda Yevropadagi hamkorlar bilan havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun raketalarni tezroq yetkazib berish masalasi ham muhokama qilingan. Zelenskiy shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari frontdagi vaziyatga tezkor javob berish va brigadalar samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi islohotlarni tayyorlayotganligini aytdi. Ukraina rahbari so'zlariga ko'ra, asosiy maqsad mamlakat mudofaasini mustahkamlash, Rossiya hujumlariga qarshi samarali javob qaytarish va harbiy bosimni davom ettirishdan iboratdir. AQSh va Fransiya Ukrainaga Rossiya havo mudofaasini chetlab o'tishda yordam bergan. Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlariga berilgan dron zarbalari ortida yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi. Financial Times nashriga ko'ra, AQSh va Fransiya Ukrainaga Rossiya havo mudofaasi tizimlari joylashuvi bo'yicha razvedka ma'lumotlarini taqdim etgan. Nashrning yozishicha, bu ma'lumotlar Ukraina dronlariga havo mudofaasini chetlab o'tish va nishonlarni aniqroq tanlash imkonini bergan. Ukrainalik mulozimning aytishicha, asosiy maqsad endi shunchaki yong'in chiqarish emas, balki neftni qayta ishlash zavodlarining eng muhim uskunalarini ishdan chiqarish orqali ularning faoliyatini uzoq muddatga to'xtatishdir. Financial Times ko'rib chiqqan sun'iy yo'ldosh tasvirlariga ko'ra, ayrim obyektlarga ta'mirlash ishlari tugamasdan oldin yana takroriy zarbalar berilgan. Nashrning ta'kidlashicha, iyul oyidan boshlab Rossiyaning jumladan front chizig'idan uzoqda joylashgan neftni qayta ishlash zavodlariga hujumlar sezilarli darajada kuchaygan. Ukrainalik manbalarga ko'ra, bu operatsiyalarda G'arb razvedkasi taqdim etgan ma'lumotlar muhim rol o'ynagan. Rossiyalik yosh aktyor Putinga "Siz mening prezidentim bo'lishingizni istamayman" deya murojaat qildi. Rossiyalik 26 yoshli aktyor Aleksey Yarmoshchikning prezident Vladimir Putinga yo'llagan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Aktyor videoda "Siz mening prezidentim emassiz" deya o'z siyosiy qarashlarini ochiq bayon qildi. Video 2-3 kun ichida 1,5 milliondan ortiq marta tomosha qilindi. Murojaat davomida Yarmoshchik hukumat faoliyatini tanqid qildi. Qrim masalasidagi shaxsiy pozitsiyasini bildirdi va Rossiyada so'z erkinligi haqida o'z fikrlarini aytdi. Uning bayonotlari internet foydalanuvchilari o'rtasida turli munosabatlarga sabab bo'ldi. Biroq oradan bir necha soat o'tgach, aktyor yana bir video e'lon qildi. Unda u internetdagi izohlarni o'qigani, hukumatni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar ham borligini ko'rganini aytib, Vladimir Putinni hurmat qilishini va videoning maqsadi jamiyatda ochiq muloqot bog'lash bo'lganligini ta'kidladi. Keyinchalik bergan intervyusida Yarmoshchik murojaatni yozishga Rossiyada yangi safarbarlik bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlar turtki bo'lganini aytdi. Hozircha Kreml ushbu video murojaat yuzasidan rasmiy munosabat bildirmagan. Bu voqea esa Rossiyada urush va ichki siyosat yuzasidan bahslar davom etayotgan bir paytda jamoatchilik e'tiborini tortgan mavzulardan biriga aylandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr-salomat bo'ling.